Mashina dahshatli avariyaga uchragan va oynalari chil-chil singan videolarni ko'p ko'rganmiz. Lekin bu o'tkir shisha parchalari yo'lovchilarga deyarli zarar yetkazmaydi. Buning sababi nimada? Gap shundaki, mashinangizda oddiy shisha emas, balki bir-biriga mutlaqo o'xshamaydigan ikkita aqlli va himoyachi oyna texnologiyasi yashiringan. Avtomobilning old oynasi lobovoy triplex texnologiyasi asosida yasaladi. Bu oddiy shisha emas, balki sendvich ikkita qattiq shisha qatlamining o'rtasiga o'ta mustahkam, shaffof yelin plyonka bostirib yopishtirilgan bo'ladi. Qattiq to'qnashuv vaqtida old oyna dars ketadi, pachoqlanadi, lekin sochilib tushmaydi. O'rtadagi yelim qatlami minglab shisha parchalarini o'zida qattiq ushlab qoladi. Yon va orqa eshiklardagi oynalarning vazifasi esa umuman boshqacha. Ular zavodda dahshatli issiqlikda qizdirilib, so'ngra muzdek havoda keskin sovutiladi. Bu jarayon oynani oddiy shishadan 5-10 barobar kuchliroq qiladi, lekin uning ichida o'ta kuchli taranglik bosimi hosil bo'ladi. Agar mashina ag'darilib ketsa yoki yon tomondan zarba yesa, bu oyna pichoq yoki nayza kabi o'tkir shakllarda sinishi, inson tanasi, yuzi yoki derazadan chiqib qolgan qo'lini kesib tashlashi mumkin edi. Shuning uchun toblangan oyna shunday yasaladiki, u dars ketgan soniyadayoq o'tmas burchakli mitti bo'laklarga parchalanib ketadi. Bu mitti shisha bo'lakchalarning qirralari silliq bo'ladi va inson terisini chuqur kesa olmaydi. Ular shunchaki qum kabi to'kilib tushadi va yo'lovchining jarohat olishi xavfini kamaytiradi.